Вашему вниманию! Чемпион Узбекистана, чемпиона Азии, чемпиона мира из Ташкента, Узбекистан, легендарный азиатский медведь Мурод Хантураев! 1987-yilda bir oddiy bola tug'ildi. Bu Murod Xanturayev edi. Hamma bolalar kabi dunyoga keldi, lekin hayot unga oddiy ssenariy yozib bermadi. Kimdadir bolalikning o'zi sinov. Ko'cha uning maktabi bo'ldi, hayot esa ustoz. 2000-yillar boshida u sportni tanladi. Zal uning uyiga aylandi, ter esa kundalik noniga. Og'riq senga sinov deb turadigan sherik bo'ldi. 2010-yillar ringga chiqdi. O'sha payt u shunchaki yigit emas, aksincha jangchi edi. Har bir zarbasi javob, har bir qadami esa isbot edi. Xanturayev Osiyo ayg'i nomi bilan taraldi. 2021-yil. Bir lahza va hammasi o'zgardi. Yo'l tugadi. Lekin hikoya tugamadi. U ketdi deyshadi. Haqiqiy kuchli odam mag'lub bo'lib ketmaydi. Bugun u yo'q deyshadi. Yo'q, bunday emas. U har bir zarbalarda yashaydi. U jasoratda yashaydi va u yiqilib yana turgan har bir insonning ichida yashaydi. Uning nomi kuch, uning yo'li saboq va uning hayoti motivatsiya. Ba'zilar yashaydi, unutiladi. Afsonalar tug'ilmaydi. Ular kurashda yaratiladi. Va Murod Xanturayev shunday afsona.